O'zim musofir yurtdaman, ota-onamni, yaqinlarimni, aka-ukalarim, qarindoshlarim umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarga Hikmat Travel orqali jo'natsam, to'lov shartlari qanaqa bo'ladi? Men musofirda turib ham joylarni band qilsam bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa albatta bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Videoda oxirigacha ko'rib tursinlar. Xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hikmat Travel yetib kelganmiz. Xudo xolasa ofislariga o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya to'liq ma'lumotni Abdug'affor akadan olib o'tamiz. Videoda boshidan bizga like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalarning obuna bo'lib qoladi. Xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqib turadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa o'zim musofir yurtdaman. Ota-onamni, yaqinlarimni umra safariga jo'natmoqchiman. Joylar bron qilsa bo'ladimi deganlar uchun Xudo xolasa bitta to'liq ma'lumot bering endi aka. Xo'p bo'ladi. Bemalol joylarni bron qilsalar bo'laveradi. Mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqishsa, pasportlarni o'zini tashlab berishsa bo'ldi. Joylarni bron qilib qo'yamiz. Bemalol o'sha kuni kelganda kelgan aeroportga chiqib uchib ketishaveradi. Oldindan bron qilmoqchiman. Keyin men Rossiyadan kelib turib yoki Koreyadan yoki Yevropadan kelib turib sirasi uchib ketmoqchiman deydiganlar uchun kelguncha ham joylarni bron qilib qo'yamiz. Xudo xohlasa. Ha, kelguncha joylarni bron qilib qo'yasiz. Masalan, ko'pchilik 20-chiga bilet olib qo'yadi uyga kelishiga. 22ga umraga uchib ketmoqchiman men aka oilam bilan deydiganlar uchun shu pasportlarni tashlab berishsa, bemalol ulgib kelishaveradi, joylari tayyor turadi, shunday kelib aeroportdan uchib ketishaveradi. Gap yo'q. Chiroyli qilib sharoitlarni hamma yo'qlarni tushuntirib o'tsa endi. Demak, ilojisi bor ekan. Hamma ilojisi bor, Xudo xolasa qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, chiroyli qilib beramiz. Zo'r sharoitlari endi qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlari Madina Munavvarada 200-300 metr, gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha gastitsamizga tushasizlar, Xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmati, 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Yordam berishadi bilmagan narsalarga. Hamma savollarga javob berishadi, Xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan so'mka beriladi, kamzil, bejik va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Keyin qaytayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida beriladi. Bonus tariqasida qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi, Xudo xolasa. Gap yo'q. Endi bizni O'zbekistonda turib kuzatayotganlar bo'lsa, to'lov masalalarini tushuntirib o'tamiz. Agar xohlasa, ofislarimizga kelib to'lov qilishsin. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, men onlayn qilmoqchiman deydiganlar uchun o'sha aytganimizdek Telegramlarimiz bor, shu nomerda WhatsApp ham bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, o'zimiz tushuntirib beramiz. Xudo xolasa, yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Xudo xolasa. Endi qaysi kunlarga reyslar bor deydiganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz iyul-avgust oyiga reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, iyul oyining reyslarini kunlarini aytib o'taman. 16-iyul, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Bularning narxini Xudo xolasa $985 qilib beramiz. 985 dollar qilib beramiz. Endi bizga Toshkent uzoqlik qiladi. Biz vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz ham qo'yilgan. Xo'p, buni kunlari 17-iyul kuni, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona Jidda primoy reys. Primoy to'g'ridan-to'g'ri reys. To'g'ridan-to'g'ri reysimiz. Buni narxini $1015 dan qilib beramiz, Xudo xolasa. $1015. Vodiydan ketadiganlar uchun. Ko'pchilik bo'lib bormoqda endi aka. Xo'p, 4 kishidan oshiq bo'lsa, yana $5 dan chegirma beramiz. Chegirmasi bor. Chegirmasi bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, Xudo xolasa. Aloqaga chiqaveringlar. Musofirda yurganlar ham bemalol WhatsApp orqali, Telegram orqali aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. O'zbekistonda turganlar ham bemalol pastdagi raqamlarga oddiy telefon orqali ham telefon qilsalaring bo'ladi, Telegramdan ham yozsalaring, WhatsAppdan sizlarga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, xohlaganlaringdan bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Chiroyli qilib yana ma'lumotlar berishadi. Qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring yanada to'liqroq ma'lumot berishadi. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Chiroyli qilib umra safariga borib kelishlarini ta'minlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha